Serial o'z yakuniga yetdi do'stlar. Barselona Chempionlar Ligasining chorak finalida o'z yurishlarini to'xtatdi. Ha, ular ketma-ket 11-yil alamli tarzda Chempionlar Ligasini tark etmoqda. Ha, bu tark etishni ham men alamli deb nomlayman. Yana qizil kartochka va yana zo'r o'ynagan holda, raqibdan chiroyli va raqibdan ustun o'ynagan holda ular turnirni tark etmoqda. Ular oxirigacha kurashdi, oxirigacha harakat qildi. Lamine Yamal bu uchrashuvda kamida 3-4 yoshga ulg'aydi. Barselonaning har bir futbolchilari kurashdi. Jang Fermin og'ir jarohat olib, qonlar to'kilganda ham davom etdi. Va bilasizmi, Ferran Torresni ham e'tirof etishim kerak. Ferran ham butun heytlarga, butun mavsumdagi heytlarga aynan mana shu o'yinda javob berdi. Ammo na iloj, Barselona o'zining eng yaxshi o'yinlaridan birini o'tkazib turib ham bu uchrashuvda mag'lubiyatga uchradi. Ha, yutdi, lekin umumiy ikkita o'yin natijasiga ko'ra yutqazdi jamoa. Lekin bilasizmi, men bundan oldingi videoda aytdim, bugun qanday hisob qayd etilishidan qat'iy nazar Barselona mag'lubiyatga uchramaydi va ular gapimni isbotini maydonda ko'rsatishdi. Dahshatli o'yinni namoyish etishdi. Ammo natija uchun faqat chiroyli futbolning o'zi kifoya bo'lavermaydi. Barselona muxlislariga esa yana bir yil sabr tilagan holda ulardan ko'ngillarni cho'ktirmasligini so'rab qolamiz. Hiç gidilmez son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk